Bu yoqqa kel. Chegirtka sho'qishadir, qurbaqqa kelishadir. Dadam ko'rmasa. Uyda nima sasiyapti? Oyog'i sasiyapti. Mani oyog'im sasimasdi-ku. Aka, siz eng yaqin qo'shnimisiz-ku. Sizga bitta gap aytsam, dadamga aytmaysizmi? Yo'q, aytmayman, aytur. Bu basharangizda aytib qo'yadiganga o'xshayapti. Aytmayman. Ayt. Men kechqurun siyib qo'yapman. Hech narsa emas-ku, yo'li bor buni. Qassobxonaga borasan, bitta yaxshi qo'chqorda boya. Nima yeyapsan? Qo'chqordim moya. Uyda nimadir sasiyapti-da. Ha, yaxshiman, o'zing nima? Suyib qo'yapti ekan. Har kuni kechasi shamollab ketganman. Bo'pti, mayli. O'rtog'ing Shahzod bor-ku, har kun suyib qo'yayotgan ekan. Men sharmanda. Bu yoqqa kel. Bormayman, aldaysan sen. Men bormayman. Bormagandim-ku. Dadam bizni o'ldiradi. Dastlaqi. Nima sasiyapti desam san ekansan-da. Bu yoqqa kelda siyg'oq. Ay, og'riydi-ku. Orbeli. Yaxshimisiz? Ishga kech kelishini qarang. Xotini voqli uyg'otsa bo'lmasmikin? G'ulom aka, turing, ishga kech qolasiz. O'zim bilib turaman, borgin. Kiyimini g'ijimligini qarang. Tavba, eringni kiyimini chiroyli qilib dazmollab chiqarib yormaysanmi? Qanaqa befarosat xotin. Hamma har xilda. Olim. Uncha g'ijim narsa kiyib oldingiz, yeching dazmol qilib beraman. Odamlar gapiradi. Kim menga qaraydi? Shoshonma. Tushunmisiz? Xotini qaramas ekan deydi. Har kuni ishxona zavtrik qiladi. Qiladi-da, xotini tayyorlab bermagandan keyin. Eridan keyin uyg'onsa kerak. Shunaqa befar xotin bo'ladimi? Bo'pti, xotin men ketdim. Voy, zavtrik tayyorlab qo'yuvdim. Yo'q, kecha olma. To'xtang, qachon ko'p ichib keling. O'zbekiston bo'ylab 14 ta filial, 11 yil ichida 100 mingdan ortiq talaba ingliz tilini o'rgangan va minglab o'quvchilar IELTS'dan 7 va undan yuqori natija ko'rsatib kelishmoqda.